bravo aldım, bravo aldım. Bravo aldım. Hozir shunaqa shug'ullanyapman. Mana bunaqa o'rmonzorlarda, toza havolarda har kuniga 1 soat, 1,5 soat yugurib, katta 100 kilolik, 70 kilolik toshlar bor. Toshlarni ko'tarib tirnirabga qilyapman. Og'ir. Sport zalga bormasak-da, ya'ni qanday jaydarichaga tayyorlanyapman. Ya'ni inshaalloh menga chiqayotganlar o'ylab chiqsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bilmayman, endi nima bo'lib, har narsa bo'lib qolishi mumkin. Balki o'ldirib qo'yishi mumkin. Jangda. Bo'ldimi? Qani kerak emas, ilohim. Ha. Qani?